Yumshoq mebel qidirgan mijozlarimiz bo'lsa, siz uchun yangi ikkita budjetli variantda mebel chiqazganmizni video davomida obzorini qilib, narx-navosini ham aytib ketamiz. Birinchisi Roma modelimizni, razmeri 345 ga 240, komplektida 6 ta yostiq va 2 ta pufik bo'ladi. Oyoqlari 100% yong'oqdan, hamma joylari polni shipon qilingan. Xullas, bu modelimizdan narxi keladigan bo'lsa $650, shahar ichi dostavkasi bilan va yana bir narsa, ikkita qo'lida shunaqa mexanizmlari ham bor, qo'llari ochiladi. Navbatdagi panda modelimizni, razmeri keladigan bo'lsa 370 ga 265, universal chap o'ng tanlamaydi. Komplektida 6 ta shunaqa chiroyli yostiq va bitta pufik bo'ladi. Pufigini xohlasanglar barni qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Hop, oyoqlari 100% yong'oqdan, o'tirganinglarda ham yumshoq, komforti zo'r, chunki 32 plotnost porolon va tega turetskiy rezindan foydalanilgan. Bundan tashqari qo'li va orqalari ochiladi, mexanizmli qilingan. Komforti zo'r. Narxi keladigan bo'lsa, atigi shu modelimizni $750 dan xarid qilsangiz bo'ladi. Va oxirgi modelimizni ko'pchilik mijozlarimiz uyidan joy olgan bu modelimizni yangicha ranglarda, komplektda 3 ta yostiq, 2 ta pufik bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsa, bu modelimizning narxi $600. 3 xil modelimizni xilma-xil rangidan qo'yib qo'yganmiz. Bemalol do'konimizga kelib, o'zingizga yoqqanini tanlasanglar ham bo'ladi.